qanday pul topish sirlarini o'rgataman. Ungacha siz bizga obuna bo'ling va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirgi kunda puldan qiynalib turgan do'stingizga esa bu videoni yuborib qo'ying. Uyingizda sizda, biznesingizda mana shunaqa pullar yog'ilib turadi. Yaqindagina Amerikada yig'ilish bo'lib o'tdi. Yirik biznes egalari va ekonomistlar yig'ilishdi. U yerda nimalarni muhokama qilishdi? Aynan O'rta Osiyoga krizis kirib kelganini aytishdi. Krizis esa bilasiz, 5 yil davomida bizga ancha qiyinchilik uyg'otadi. Lekin ekonomistlar tarafidan O'rta Osiyo biznesmenlariga shunday taklif berishdi. Siz yangi biznes qurmang. Aksincha bor biznesingizni rivojlantiring yoki ishonchli biznes bilan shug'ullaning. 2025-yilda aynan travellar urfga kirdi. Umra safariga yuboruvchilar rosa pulli qilishdi. Lekin ular ham saralashdi. Nega? Litsenziya olish kerak. Ularni biznesi ham qolib, endi men sizga ishonchli biznesni taklif qilaman. Biz bilan hamkorlik qiling. Ulgurji narxlarda siz bizdan gilamlarni oling va chakana narxda soting. Mana biznes. Lyuks gilamlari anchagina o'zini fundamentiga ega, kattakon bazasiga ega yirik kompaniyalar turiga kiradi. Siz gilam qurishmasman, men gilamni bilmayman deysizmi? Hech kim onasini qornidan bilib tug'ilmagan. Biz sizga o'rgatamiz. Shunchaki pul bilan kelsangiz kifoya. Joyingiz, lokatsiya, gilamlar qanday tanlanadi? Gilamlarni do'koningizga qanday qilib terishimiz kerak bo'ladi? Qanday servis xizmatlarini ko'rsatishingiz kerak? Akril nima, paxta nima, har birini igna ipigacha mutaxassislarimiz tomonidan o'rgatishadi. Bu xizmatlarimiz siz uchun bepul. Shunchaki gilamlarni xarid qilib, do'koningizni tashkil qilsangiz bo'ldi. Bu videoni albatta puli bor biznesmenlarga yuborib qo'ying. Ularni 20 mingcha puli bor, lekin nima qilishni bilmay o'tirishibdimi? Xitoydan mashina olib kelib sotamiz deyishyaptimi? Bu eng katta xato. Mana shu videoni yuborib, men senga ishonchli biznesni topib qo'ydim desangiz, siz ham savobga qolgan bo'lar edingiz. Biz esa ajoyib hamkorimizga ega bo'lamiz. Bilasiz, lyuks gilamlari chakana savdo qiluvchi biznesmenlari adashmasam 60 taga yetib qoldi hozirgi kunda. O'zbekiston bo'ylab 60 ta hamkorimiz bor. Ular bizdan yirik gilamlarni olishadi va o'zlarini do'konlarda savdoni amalga oshirishadi. Aynan ular uchun ham bizdan ular furada olishadi gilamlarni, yetkazib berish xizmatlarini mutlaq bepul amalga oshiramiz. Bunaqasi faqatgina bizda. Qarang, bizda qanday gilamlar bor? Eron gilamlari, Samarqand gilamlari, Turkiya gilamlari. Uni o'zimiz olib kelamiz. Eron, Turkiyada o'rtada dallolchi yo'q. O'zimiz olib kelamiz. Samarqand YEK brendini asosiy dilleri hisoblanamiz. Bemalol bizdan olib, yaxshigina narxlarda sotishingiz va boylar qatoriga aylanishingiz mumkin. Biz doim yaxshi niyatlar bilan hamkor qilamiz. Siz ham nima deydi, bejiz emas, dunyoni 10 talik boylar qatoriga kirib tursangiz, to'g'rimi? Yaxshi niyatda albatta bizga murojaat qiling. Men sizga optim xaridor bo'lmoqchiman deb, mana shu call center orqali bog'lansangiz, sizga ajoyib bonuslarni ham qilib beramiz. Kutamiz, lyuks gilamlari doim siz bilan hamkorlikda.